Aleyküm aziz mehmanlar. Avvalambor Hishmat aka. Boyunuz uzunluğundan aka deyapman, asli o'zim katta ekanman sizdan. To'yga chaqirganingiz uchun katta rahmat qilin, Hishmat aka. Shu bir telefonim bor, bir kunda 10 marta gaplashadi, rahmat qil degan bor ekan shu yerda. Kampirning oldiga ham borgani qo'ymaydi. To'g'rimi, to'g'rimi, yolg'onmi, chinmi shu gap? Ha? Sendan so'rayapman. Chinmi? Oxiri xotinim qochib ketgan ekan. Shu to'g'ri borib kelganidan keyin men uyga boraman dedi. Hali ham bugun kelgan bo'lsa kerak. Biz jo'nagandan keyin uyga boraman kerak. Mana qishloqlarimiz bizga 2 marta kelganmiz, bu 3-inchisi. Mana shunday aytirish kerak xalq baxshilarida. Qashqadaryo, Surxondaryoda baxshilar juda ko'p. Ayniqsa yurtboshimizning bu san'atga bo'lgan mehr-muhabbati, hurmati juda oshib ketdi. 2000-yil bizning elimizga borib O'zbekiston xalq baxshilarini ta'sis etdi. Qancha bek o'tdi, qancha xon o'tdi, bunday yomon ta'sis etilmagan. Ikkita dostonchilik maktabi, Samarqand dostonchilik maktabi ergashma mulkiyat ostida Surxondaryoda Sherobod dostonchiligi bor, Sherna baxshining nomida ikkita dostonchilik davom etgan. Ana bizlar o'sha davomchilarning vakillari va bizdan keyingi chiqayotgan baxshilar kenja vakillar bo'lib hisoblanadi. Mana kecha yetib keldik, yetolmaysiz dedi, yetib keldik, mehmon bo'ldik. Aytib bermoq bizdan, o'tirib eshitmoq sizdan. Ko'nglim tursin otam qoldirib ketgan mana bunday sazdan. Qancha qo'shiq aytdim, ko'p topdim yer xalqqa aralab tuzdan. Sizlarga aytiladi bugun Rahmon qilding talabiga muvofiq Malla savdogar degan dastan. Shundaymi? Qattiq baqir. Shunday qilib kelyapti, bu yerga kelyapti odamlar.